Assalomu alaykum. Nargiza bolalar massaj sentrini Chilonzor filiali yana o'z faoliyatini davom ettiryapti. Joyimizni o'zgartirdik. Bir oy vaqt davomida Chilonzor filialimizga yopib o'tirdi va yana qaytadan ochdik. Hozir sizlarga qisqacha Chilonzor filialimni obzor qilib ko'rsatib beraman. Qani ketdik. Bu bizning kutishxonamiz. Kushetkalar soni biroz ko'paygan, chunki talab juda ham ko'payib ketgan Chilonzor filialimda. Bu yerda bolachalarni massaj qilinadigan eng katta xonamiz bu. Televizorlar ham qo'yib qo'yildi, bemalol bolalar multfilm ko'rishligi uchun. Bu bo'lsa, meni dars beradigan xolam. Keyin ko'plab savollar, nima uchun kushetkali ko'p deb so'rabsizlar. Meni shogirdlik kursida o'tgan mavzuyimiz sirazi hamma qizlar bir-birida yoki bolalarda mashina massaj qilib ko'rsatib berishadi. O'shaning uchun bizga aynan bu jarayonda kushetkalar kerak bo'ladi, bir-birligini kutib qolmaslik uchun. Har oy 30 ta undan ham ko'p o'quvchilar chiqaramiz. Bu xonada bo'lsa, onajonlar kelib o'zligi uchun